Aziz obunachilar, hozir biz sizlarga 90% bemorlarimiz qiladigan xato haqida gapiramiz. Biz ayni gemoroy bo'lsa yoki do'g'richakda yirtiq bo'lsa, treshina bo'lsa, svichalarni yozib beramiz. Bemorlar dizishatadi. Svichalarni olib turib, qarang. Do'g'richak bo'ladigan bo'lsa, agar gemoroy tugillari shu yerda joylashgan bo'lsa, biz svicha yozib bersak, hamma bemorlar svichani olib turadi, doğrudan doğru ichakning ichini diqib beradilar. Asosiy gemoroy tanachalari ichakning girish qismida joylashadi. Yana girish qismida. Svichani olib turib, ichani diqib bergan vaqtingizda svichani gemoroy tugillarini hech qanday ijobiy ta'sir bo'lmaydi. Svichangiz prosta ichakning ichine girib ketadi. Aslida esa svichani, shamchalarni yarim tiqilgan holatda qo'yish kerak bo'ladi. Ina shamcha xodinga qo'yib, yaxshilab qatiramiz. Keyin svichani olib turib, qo'limizda ozgina ilitamiz, yumshatamiz va do'g'richakka yarim tiqilgan holatda ushlab turiladi. Orqasidan salfetka bilan. Yarim tiqilgan holatda. Shu vaqtida shu gemoroyni tanachalari bilan bevosita kontaktda bo'lib, ulardagi yallig'lanishni, shishni, ulardagi jarohatlarni yo'qolishini yordam beradi. Yana bizda eng ko'p uchraydigan kasallik treshina. Treshina tasavvur qiling, ichak bo'lsa, shu ichakni orqa devorida yoki oldingi devorida shilliq qavatda jarohat bo'ladi. Jarohat. Xuddi bu kasallikda gemoroydagi kabi svichalarni yarim tiqilgan holatda qo'yish kerak bo'ladi. Chunki svicha agarda yo'g'on ichakning ichidan italab berilsa, girib berilsa, bu yerdagi jarohatga, treshinaga hech qanday ijobiy ta'sir bo'lmaydi. Shuning uchun yarim tiqilgan holatda qo'ygan vaqtimizda jarohatga bevosita tegib turib, jarohatning bitishini, undagi og'riqlarning kamayishini, yallig'lanish proseslarinin kamayishini yordam beradi. Svichani doğrudan-doğru yo'g'on ichakning ichidan diqib berish hech qanday foyda keltirmaydi. Siz faqat pulingizni ichakning ichine axlat sifatida diqib bergan din bo'lasiz. Shu sababli svichani to'g'ri qo'yishni o'rganish kerak. Mutaxassis ko'rigiga kelish kerak, mutaxassis to'g'ri qo'yishni o'rgatadi va aniq tavsiyalarni beradi.